Xuddi shunaqa savol kelibdi. Emizikli farzandim bor, 6 oylik. Diyeta qilsam sutim kamayib ketyapti deb. Yaqinroq keling, men bugun ko'rsatib o'tib ketaman. Emizikli farzandi bor ayollarning ratsionda ko'proq nimalar bo'lishi kerak? Birinchi navbatda emizikli ayollarning ratsionda suv bo'lishi kerak, chunki sutni ham 80% deyarli suvdan tashkil topgan. Bir kunda 1,5-2 litr suv ichishni unutmaymiz. Ikkinchi navbatda esa oqsillar bo'lishi kerak, ya'ni go'sht, tuxum, tovuq go'shti. Bular organizmga uzoq muddatdagi to'qlik hissini bera oladi va emizikli ayollarning sutini ko'paytiradi. Turli xildagi yo'rma kashalar, ya'ni ovsyankali kasha, grechkali kashalar qorinni to'q tutib, emizikli ayollarning sutini ko'paytiradi. Yuring, hozir men sizga eng kerakli qatorini ko'rsataman. Sabzavotlarni unutmaymiz, ayniqsa yashil bargli sabzavotlar. Bular qonni ko'paytirib, sutni ham ko'paytirish xususiyatiga ega. Eng muhim joyini aytmabman. Emizikli ayollarga juda ham qattiq diyetalar, mono dietalari, paleo dietalari, o'ta qattiq ochlik kunlari mumkin emas, chunki ular sutni kamayishiga sababchi bo'ladi. Bir kunda 3 mahal yoki bir kunda 4 mahal bitta perikusni qo'shgan holatda ovqatlanish eng to'g'risi. Xullas, uni buni qo'yinglar. Bundan ham ko'proq ma'lumotlar uchun albatta obuna bo'lib qo'yinglar.